ko'nglimga yoqadigan qo'shiqni o'zim kuylamasam boshqa odam kuylay olmayapti. Hozir men sizlarga dunyodagi eng mega hit qo'shiqni kuylab beraman. Ya mayli, ustasi qila qolsin. Ay mamacan, ay mama, sığmayapman olamga, ichimdagi dardimni qanday aytay onamga. Palaxmon deb otmasin, aytolmasman orim bor, meni desa jon berar bir pahlavon yorim bor. To'g'ri, ko'nglimga yoqadigan qo'shiqni kuylay olmasligim mumkin, lekin ko'ngillarga yoqadigan insonlarni topib, ulardan ko'ngillarga yoqadigan ijrolar bilan yaxshi intervyu qila olish menga mana bugun ham nasib etdi. Allohga behisob shukr. Sizga kattakon rahmat. Yaqin kunlarda, tez kunlarda intervyumiz YouTube kanalimizga joylanadi. Ular zo'r intervyu bo'ldi. Xudo xolasa. Yoqadi deb o'ylayman. Ko'p gapirdim. Rahmat kattakon, rahmat.